10-mart. Ertalabdan xudo xolasa biz Elegantni yangi ochilgan ajoyib Baxmaldagi dachasiga boryapmiz. Ma'shuqalarimiz tayyor, hamma shu yerda. Xudo xolasa tongi 6 bo'lib qoldi. Nasib qilsa baxt kuzatib borsalaring Baxmaldagi sarguzashtlarimiz davom etadi. Quyosh chiqishiga necha? 16 mi? Qizlarimiz shu yerda hammasi tirjayib turishibdi. Boramizda. Mana biz xudo xolasa Baxmalga Terag'soyga qarab ketadigan yo'lga keldik. Ob-havo lekin dahshat, toza havo mana. Yaqinlarda Toshkentlarda bo'lganda bunaqa havo yo'q. Allar oldi ham hozircha bunaqa jiydani hidi ham kelyapti, lekin juda mazza. Ana bu toza havodan nafas olish kerak. Shuncha ishlab videodan keyin albatta bir marta dam olish yaxshi deb o'ylayman. Baxmal o'zimizda Jizzaxdagi Zomin, Baxmal shunaqa joylarga kelsalaringiz mazza qilib dam olasiz, ko'ngildan chiqarib. Hamma toza havodan dam olish uchun asosda pastga tushyapti. Ko'rib turganlaringizdek atmosfera bomba. Wow! Ajoyib havoda, ya'ni atmosferada kayfiyatlar a'lo. Baxmalda ajoyib joylari. Dunyo tengizdek bo'lsa, mag'an bir hayiq kerak. Suluv merimsiz bo'lsa, Sobir hayron. Dunyo tengizdek bo'lsa, mag'an bir hayiq kerak. Suluv merimsiz bo'lsa. Atlas, to'g'rilan. Gaplar ko'p.
O qanday? Tanishdim. Ama takacağım. Stop böyle. Aslan. Ha, bu sene bana tamam lazım. Va nihoyat biz dachamizga ham yetib keldik. Dachamiz ko'rib turganlaringiz endi qurilyapti. Mana shu joylar hammasi Afzal parlaq o'g'li
Mikrofon yoqib berib qo'yish kerak sizga. Kalom ko'tarib. Zavoddan kelgan bolalar mana shu yerda yashashyapti ekan. Yashashyapti ekan, chiqilchilar deb Ularchilarni boshlabdi. ko'rib qoldik. Biz ularga o'zimizni kiyimlardan berdik. Manzarani ko'ringlar, bulutchalarga baqa berib yuboringlar, bulutchalarga. Voy. Ya, she'r yurak qo'shib qo'yamiz. Yeter yani. Şöyle yapayım. Karavat suv ustida ama. Hurmatli, qadrli muxlislar. Manzara lekin umuman dahshat, keladigan joyi ekan. Maza qilyapti to'g'risi. Havoga gap yo'q. Xudo xolasa keyingi stresslar bilan kelamiz. Hozir tepaga chiqamiz, yoqda ham joyimiz bor. Tayyormisizlar, hurmatli tomoshabin do'stlarimiz. Mana shu ko'rib turgan tog' yonbag'rida, ya'ni orqa kadrlarni ko'ryapsiz. Elegantli, haqiqiy dachasiga keldik. Qurilish jarayonida dachamizda mana bunaqa juda ham chiroyli rus uylariga o'xshagan yog'ochdan haqiqiy archa yog'ochlaridan qilib uyimizni ko'rsatyapti. Pastda ko'rib turgan joylaringiz ko'rinamikin? Ha, ko'rinar ekan. Mana shu yerlarda hozircha dahshat qilib qurilish ishlari ketyapti. Hammalaringizni elegantga kutib qolamiz. Endi asta pastga tushib manzaralarni ham bir tomosha qilsak, uychamizni ichi mana bu akvadan qilingan eshiklar. Endi qishda kelsalaringiz maza qilib dam olasizlar. Mana bu yerda xudo xolasa ko'rib turgan joylaringizda kiyiklar, ayiqlar kelib qoladi. Ular bilan maza qilib rasmga tushib, olib kelgan ovqatlaringizni birgalikda yesalaringiz bo'ladi. Mana bu past manzara, bu tarafi juda chiroyli. Tepalarni ko'rsalaringiz ham bo'ladi, bunday qilib. Mana bu manzara lekin mana bulbulimiz sayrayapti. Endi jiyda qani. Nimani hidi kelyapti? Buni ekan. Jiydani hidini beryapti nima bo'lsa. Turganlaringizdek tabiat, bombaxt to'g'risi aytaymi, bombaxt. Qaranglar, nimalar bo'lyapti, qadrdonlar. Bunaqa chiroyli joylarni yana qayerdan topasizlar? Elegant o'zining xudo xolasa nomini qo'yadi. Kesalaringiz ajoyib joy bo'ladi xudo xolasa. Orqamdagi qanday ko'rinyapti, chiroylimi? Keyin shuni oldi kadrdan ko'ramiz. Xuddi yalmag'iz uycha. Orqang bilan o'rmonga, olding bilan menga qara degan payti xudo xolasa uychamiz qimirlaydi. Shunaqa. Mana bu yerlardan yomg'ir yoqqanda suv yo'liga o'xshaydi, tushib turadi. Tepa esa boshqacha manzara. Menga juda yoqdi. Bu suv oqyapti. Asta o'tamiz. Shunchalar qarang. Oyoqlarimiz juda ko'l bo'ldi. Mana bunaqa nejdan oyoq kiyimlar olib kelsalaring,
suvmi, farqi yo'q. Hammasi zo'r bo'ladi. Hammalaringizda yaqinda ochiladigan elegantni ajoyib dachasiga, ya'ni zo'r joyda, zo'r joyligi qayerda? Zomin bilan Baxmalni chegarasida. Tabiatim bomba, lekin o'zlaringiz mana tabiatni ko'rib turibsizlar. Sizlar hech kim bezovta qilmaydi. Mana shu yerga chiqib olib, mana bu yerda maza qilib o'tirsalaringiz bo'ladi. Agar qish bo'ladigan bo'lsa, ajoyib toyadigan joy hisoblanadi. Chang'ilaringizda yoki chanalaringizda mana shunday pastga qarab maza qilib toysangiz bo'ladi. Xullas, zo'r joyni tanlab qo'yganmiz. Agar kelsalaringiz Baxmalda nomer 1 dacha bo'ladi. Ya'ni ko'plar dacha deganda 50-60 ta uychani tushunadi, yotib, yo'q. Tabiat qo'yniga, u uyda ham yotaveramiz, dachada tabiat qo'yniga kelib, mana shunaqa joylarda dam olsak endi u boshqacha. O'tirib, o'zi aslida mana bunaqa daraxtlar tagiga chiqib olib, o'tirib dam olish kerak. Mana gullarni qarang. Voh, shabada shunaqa yoqyapti. Hozirgi kunda Jizzaxda shunaqa issiq, lekin bu yer menga bir bir boshqacha ko'z beryapti. Mana uycha, lekin boshqa. Xatadonlar mana shunday qilib uychalarda o'tirdim, xasirab qoldim chiqqancha. Orti xaniz ochilib ketar ekan. Keyin sizlarga masalan zominlarga borsangiz, o'tiradigan joy qilishmagan zomindiklarga. Eslatma, iltimos, sizlarga uzoqlardan dam olishga kelishadi. Hatto bu yerlik olmishda stolcha qo'yib qo'yinglar, qarilar uchun. Shunday tabiatdan qo'yinda dam olishga, shunga o'tirib, dam olib qorda qolsin. Bizda mana bu daraxtni archani ko'ryapsizlarmi mana? Katta ekrandagi archa, o'shani tagida o'tirib dam oladigan joylar bor. Mabodo orqangizda ayiqcha kelib qolsa, hangama qilib o'tiradigan joy ekan. Daraxtga o'zlaring baho beringlar. Voy. Daraxt. Ya'ni haqiqiy archa daraxt. Shoxini sindirmasdan maslahat berardi. Mana bu yerda o'tirib olib, deb dam oladigan joy ekan. Kelinglar, hammani kutamiz. Zomin dachalari, ya'ni Zominda qurilayotgan elegant restoranimiz, elegant dachasi xudo xolasa hammangizga yoqadi. Hammangizni kutib qolaman, xudo xolasa zo'r syomkalarga vaqtida. Baland tog'larga chiqib oldim. Pastda bizni hamkasblarimizni shodon kulgilari eshitib turibdi. Yaqinlashtirsak, endi boshqacha. Ya'ni hammasi ana o'sha yerda. O'tirganlaringizda mana ko'rib turganingizdek tepaga chiqib oldik. Hammasi bu yerdan ajoyib ko'rinadi. Atroflarimiz har qanday odamni esdan oldiradigan darajada o'rmon. Bolajonlar, ayollarimiz ham kelsa bo'ladigan joy. Uzoqdan o'tirganlaringizni vagonlarimiz ham shu tayyor. Ustalar jadallik bilan ishlashyapti. Xudo xolasa bir ikki oyda bitirib qo'yamiz. Bu manzara zo'r. Hammani elegantda kutamiz. Lekin tabiat dahshat, ko'ringlar. Nima deyapti? Yaqinlashtirib sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Aslida tabiat bunaqa darajada chetdu. Hurmatli qadrdon podpisчиклар, hozir tabiatda aylanib juda xursand bo'lib, nastinalarim anchagina ko'tarildi. Sizlarga biz elegantda qurilayotgan joyini qo'ldan kelgancha tushuntiraman. Ko'p joylarni bilmaganligim uchun, bu yerlar men uchun yangilik, birinchi kelganligim uchun juda ham yoqib, xudo xolasa sizlarga ham tushuntirsam, bemalol o'ylanmasdan top kelishga harakat qilasizlar degan umiddaman. Bu tarafdan keldik biz. Ya'ni Arentir Boyqo'rg'on degan
qishlog'i bor. Baxmalni bilmagan odam bo'lsa kerak. O'sha boy qurg'anda rakasa qilib kelsa, shuni to'g'ri o'tib kelganda mana shu yo'llar kelgancha anchagina dachalar, kempinglar, hamma narsa bor yo'lda. O'tib keleriz. O'ng tarafingizda mana bu 3-5 talik 3 burchak kempinglar chiqadi va mana bu manzaralarni ko'rib turgan bo'lsangiz, Ardentirga uzoqda ham bitta uychamiz bor. Ya'ni ikki tashchaba qurilgan tog'ning orasi. Mana shu chotki manzaradan shunda o'ngga burilsangiz, mana shu bizning joyimiz. Kelganda bunaqa joyda mana o'ng taraf yonimizda mana bu narsa ham bor. Ikki tashga qurilgan, o'shaning yonida mana bu chiroyli yo'ldan kelganlar chog'da hozir asfaltdan qo'yib qo'yamiz. Mana mashinamiz, bu yerda juda ham ko'p hatta karavatlar ham bor, kempinglar ham bor. Mana bu so'qmoqdan chiqib, mana shu yo'lda nega chiqsangiz, boya ko'rgan yog'ochlarga uychamiz bor. Tepasi endi vobshe adillik. Ana shunaqa chiroyli joylardan xudo xolasa bahramand olib, hammalaringiz kelsangiz bizdan xursand bo'lib qolardik. Mana bu tog'ning manzarasi, lekin hozir aynan Jizzaxda quyosh o'tirgan payt mana bu bulut sizga endi yoqadi. Soat taxminan 10lar bo'lib qoldi ertalabki. Allar-olda, ya'ni uyimizda shu paytda uyqudan turgan bo'lardik. Endi ijodda ko'proq sho'ng'ib uyqu cho'p qolishga ham majbur bo'lar ekansiz. Yaxshi uyqu olmasang, miya ham yaxshi ishlamaydi. Shuning uchun 9-10larda uyg'onib ishga chiqib ketamiz. Odatiy holga aylanib qoldi oxirgi paytlar. Mana o'zimizni yo'ldan astagina ketayapmiz, joylarni ko'rsataman sizlarga. Lekin tabiatga o'zlaringiz baho beringlar. Shtativ mashinada qolibdi, shuning uchun qo'lda ishlashga harakat qilamiz. Ko'rib turganlaringizdek juda ham ajoyib joy. Endi bu tog'ni nima deb tasavvur qilsangiz, tog'ni zo'r tarafi orasida bunday o'tib boradigan joyiga men maza qildim. Uychani ham o'sha yo'lga qo'yib qo'yishgan. Iloji boricha bir krossovkalarda kelsalaringiz yaxshi bo'ladi. So'qmoqchadan tepaga chiqib, bu taraflar mana haqiqiy giyohlar, agar mol deb kelsangiz, mol bo'lib ketadi bu yerda. Bu yil xudo xolasa 2026 yil yomg'ir zo'r yoqqani hisobidan Baxmalda ayniqsa tabiat juda ham zo'r. O'zi butun O'zbekistonda yashillik, o suvning ko'pligidan, lekin Baxmal endi boshqacha atmosfera. Chiqqanlar endi asta tepadan tushib kelishyapti. Birinchi bo'lib tushib kelyapti. Ayollar ham asta tushib kelsa kerak. Zerikkanlar ham bor. Ana shunaqa. Xudo xolasa Baxmalga kelsalaringiz bizni elegant dachamizga kelsangiz o'zimizni g'allar oldiki maza qilib dam olib ketasizlar. Qaytishda elegant restoranga kirsalaringiz yana ham bir somsasi sho'rvalaridan bahramand olsangiz bo'ladi. Hammalaringizni shu dachalarimizda, restoranlarimizda kutib qolamiz. Mana quyosh ham chiqdi. Endi xudo xolasa bitta choy ichib olsak, vallahi alam hammasi zo'r bo'ladi. Mana bu yerda qurilayotgan anolarimiz bor, nima deydi, vagonchalar deydimi? Mana shular orqasida mana 1 2 3 4 5 6 ta ustlari mana bunda yopiladi. Ishlar juda jadal ketyapti. Temirlarimiz bor. Vodiydan kelgan ustalarimiz va anolarni yasab qo'yishgan. Qayyer bo'lsa boramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta hozircha karavatlarimiz bor. Karavatlar ham naq suvning ustiga qurilgan. Agar joningizdan to'ymasangiz, oyog'ingizni suvga tiqib o'tirsangiz bo'ladi. Lekin suv haqiqatan tog' suvi bo'lganligi uchun juda ham muzdek. Chunki men hozir suvga, tog'dagi suvga oyog'im tekkandan ham yo'talib boshladim. O'zi bu yerda qo'l bilan tushirishni boshlaymiz. Sarvuz qovunchalar hammasi bor. Suv lekin dahshat, marinka ham bor. Baliq shundan deydiganlar bo'lsa, qarmoqchalarni olib kelib, mana
Telegram'dagi Barbie Music kanali taqdim etadi. Xullas bizda shunaqa o'yin kulgi yaxshi davom etyapti. Aslida zo'r. Kelganimdan keyin mazzaqa bir 2 soat uxlab oldim. Anchagina tog'da havosi juda ham zo'r, shabada esib turibdi. Short maykada kelgandim, sovqatdim. Yaxshi sportikolarni olib kelgan ekanman. O'ranib, mazza qilib uxlab oldik. Endi xudo xolasa borib, biz ham ularning orasiga qo'shilib, ko'trechki deb bir-ikki qo'l o'ynasak, xudo xolasa keyin yana ijodga qaytamiz. Hammalaring kelib qolinglar zo'r. Yana keyingi qo'shiqlar boshlanib ketdi. Betayin qo'shiqlar qo'yyapti. Operatorimiz yaxshi emas shekilli. Xudo. Hamma o'yinda oson bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Zo'r o'yin ketyapti lekin. Bo'lmasa bo'lmaydi bu o'yinlarni. Telegram'dagi Barbie Music kanali taqdim etadi. Önce adetdan keyin 1:30 bo'ldi. Bolalar voleybol o'ynashni boshladi yoshlarimiz. Osmon esa ajoyib bulut. Havo yana ham sovdi. Bu endi toza havoni yana ham tozalanganini bildiradi. Shofyor akamiz
Nimanidir sezdi shekilli, mashinani boshqatdan ko'rikdan o'tkazib boshladi. Momaqaldiroq yoqyapti osmonda, momaqaldiroq. Qizlarimiz mazza qilishib ovqatlarni tayyorlashyapti. Xudo xolasa Olmazbek yomg'ir yog'masdan o'tirib olsak ketamiz. Lekin tabiat dahshat, havo вообще zo'r. Uni ko'rib turganlaringdek judayam zo'r. Ha, hurmatli podpisчиклар, 1:30 deganda uyqudan turdim. Hech kim qolib ketmabdimi? 6. 6 abidasi bormi uncha sutda? Hech kimni ham yo'qotdim. Ha? Yo'qmi? Rahmat. Shu natijalar ko'rib turganlaringdek. Men hech kimni topayinchi endi borib qayerda qolib ketibsiz. Yana orqaga qaytamiz. Osmonni bulut qopladi. Bolalar choy ichishmoqda. Biz arkadaşlar bilan choy ichib oldik. Zo'r joylar. Hozir bolalar bilan bitta suhbatlashamiz. Hamma yoqasizlar. Tak, biznikilar. Nega 4-kanal keldi? Yoz taqasida kim bo'lsa. Lambarga degan qizning boshlig'ini ko'rsatdi. Ajana qattiqroq gapiring. Hammaga. Elegant gruppa nomer 1. Shunaqa. Mana Baxmalda ham yomg'ir yog'ib boshladi yozda. Yo, bunaqa tabiatni boshqa qayerdan topasizlar? Chiroyligini qaranglar. Qizlarimiz yomg'irda qolib ketdi. Kechayotgan bo'lsa yugurib. Mana manzara-yu, mana manzara. Ana yomg'ir. Mazza qilib o'tirish. Hamma videoga olish bilan ovora. Qizlarimiz kelishyapti. Katta gazelimiz tepaga chiqib qo'ydi. Yağmur yağdı. Rahman'da yağmur kıydı. Ben alohida joyimga o'tirib olib, chaqmoq chaqayapti. Alohida joyimga o'tirib oldim. Allohga shukr, judayam bir yaxshi manzara zo'r. Mana bu momaqaldiroq va mana gala quydi. Endi suv sachiryapti ustimizga. Wow. Mana sizga mayapka-yu, mana sizga mayapka. Mana boshladi ham. Endi narsalar yig'amiz.
10-iyun 2026-yil Baxmalda bizni dachamizda tog'da atrofida qor yog'yapti. Lekin manzara shu yomg'ir yog'sa ham maza qiladigan havo odam masalan tog'ning ustidagi mana bu bulutga alohida resti. Güzelleri de güzelce dayla. Aldığımızda su akıtıptı. Ko'rganlaringdek balık ishlasa ham bo'lar ekan. Bu yerda marinkalar bor ekan. Havoda balık ishqibozlari bo'lsa ham mana shu ko'prikning ustida o'tirib ishlasa ham bo'ladi. Ko'prikka bosib vaqtida so'ra. Xudo xolasa bizda mana shu yerdan boshlab yuqoriga qarab kemping tepaga chiqadigan joyga qarab mana shu yerlarga kemping xizmatlari bor. Ya'ni yaqindan boshlaymiz. Bemalol toqqa kemping muassasasida chiqsa bo'ladi. Yo'qida yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa, yuqoriga asosda unaqa olib chiqib qo'yamiz. Ayni o'sha tepadagi boyagi qishki qo'yadigan joylarni ko'rsalar, endi bu endi vaqti boshqacha atmosfera. Qishda eson-omon agar kelib oladigan bo'lsak, buyog'i zo'r bo'ladi. Qo'yishga hamma narsa sharoit bor. Ba'zi vaqtda yoqayapti havo, vaqti zo'r. Katta zo'r. Ketkin kelmaydi bu yerlardan. Qani shunaqa joyda kakkani Shveysariya deydi-ku, o'sha Shveysariya. Xitoy yomg'ir yog'ib turadi tog'larda. Ana yoq yam-yashil, xuddi o'sha joy mana bizning Baxmalda. Yomg'ir yana kelyapti. Ketdi yomg'ir. Mana bu yerda ikkitasi bor ekan. Bu yerda ham bugun mehmonlar kelgan o'tirishdi joylarida. Baxmaldagi chegaraga keldik. Sal ko'taramizda. Buni yaqinlashtirib ko'raylikchi. Nima bor ekan? O'sha joylar chegara joylari. Marshrutka bilan o'zimizda nima desa bo'ladi? Joyimizdan yuqoriroqqa chiqib manzaralarni ko'rishga shofyor bilan qaror qildik. Yerda ham dachalar bor. Yuqoridagi yo'ldan keldik. Mana bu yo'ldan keldik. Xudo xolasa qaytadigan paytlar ham bo'lib qoldi. Yana juda ham zo'r manzaralar ekan. Yoqadi odamga, bu yoq tog'da tikka ko'tarilgan. Dahshat. Mana bu yozuv bizga to'xtash ishorasini berdi. Chegara mintaqasi, kirish, ish va boshqa faoliyatni bajarish qo'shnilar tomonidan beriladigan ruxsatnoma asosida amalga oshirilar ekan. Shuning uchun bu yoqqa bormaslikka qaror qildik va pastga qarab yurishga ahd qildik. Ikkitali kamerani yoqib qo'ydim. Sababi bu yoqdagi manzaralarni ko'rsatgan payti o'zim ham ko'rib turgan shunaqa. Endi asta marshrutka bilan o'zimizning yo'limizga qarab qaytamiz. Payt nomim kelmay qoldi bu dachamizda. Chikki.
Mashinamizni majburlab bu yoqqa yurishga majbur qildik. Shuning uchun katta rahmat. Ochildi bo'lsa ham bo'lardi. Ko'rgani uchun yaxshi insonlar bor. Hozir tasir bo'lsa olib chiqiladi. Xususiy hudud yo'ldan shaharlarni kirishi savomonlar baqish taqiqlanadiga javob qildi. Sho'ra bismillah. Mana ketdi xudo xolasa. Endi ketasizlarmi, aylanasizlarmi? Chap kelsangiz bo'lar, biz orqangizda shuncha baqirsak. Qayerga boryapti ekan deb to'xtataylik. Aylanib keldik-da. Ketasizlarmi, aylanamiz? Ketamiz. O'tiringlar bo'lmasa. Ana unda ko'rib kelish intiqda edik. Orqangizdan ulug' desak. Ana opajonlarimiz bilan elegantli, faxriy insonlar bilan Baxmaga chiqdik. Bu tarafda biz shashlik qilishyapti ekan. Mana shu bizning dachamiz mana. Malol kesalaringiz bo'ladi. Ajoyib joyda qurib qo'ygan. Tepadagi uychamizni o'zi boshqacha atmosfera. Yoqqa albatta ikki kishi borish kerak deb o'ylayman. Shunday. Kim bilan kim? Endi bir kishi yolg'iz bor bo'lmaydi, balandda ikki kishi yoningizga yiqilib tushsa ham qaraydigan odam bo'lish kerak-da. Shu. Shunaqa joylar. Bu tarafga chiqib keldik. Endi biz qarama-qarshi tarafga chiqishga qaror qildik. Toqqa kelib turib, toqqa chiqmasang qiziq bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Mana bu yerda ham chiroyli kempinglar. Mashina yo'ldan chiqqanda o'ng tarafdagi mana
Mana shu joy bizniki tepadagi uychadan birsa ham bo'ladi. Juda zo'r joyda joylashgan. Mashinalarimiz ketyapti. Haqiqatda mana bu o'tlarni qarnini ko'rsangiz, Baxmaldagi mollarni suti ham, qatiqi ham, moylari ham hammasi juda ham zo'r bo'ladi. Vitaminga boy bo'ladi. Shuning uchun Baxmaldan sut qatiq olish kerak yoki zomindan dahshat o'tlik qilasiz. Bayağı ko'rgan bo'lsalar mollarni pishqiryapti, pishqirib. Bizda bular pishqiryapti. Pastga tushdik mana. Daraxtlar chiroyligini qara. Mana yo'lchalardan kelasan. Judayam zo'r. Ana qizlarimizni videoga olyapman. Shu bilan og'zi pichiq g'iybatdan tiyiladi degan umiddaman. Voy degan joylar. Mendan oldin chiqib ketib qopti mana. Mazza qilib o'tirishdi. Mana. Midapam, Rana, Barna deganlari mana shu yerda. Hammaliga. Bu yoqayapti zo'rmi? Zo'r. Bugun qolish kerak endi bir oilaviy kelsan, yotib toza havoda. Toza havoda yotib mana qilsa zo'r ekan. Mana shu yerdan qurish kerak ekan. Shunda tekis joy ekanda. Tekis joy. Hammasi zo'r ko'rinar ekan. Qarang, oyoqlarim. Zo'r ko'rinar ekan. Ha, soyaga qo'ygan hammasi. Atela ular ham soyda sotgan ko'ryapsizmi? Past sotib kelgan. Ana biznikilar shashlik qilishyapti. Ana. Hammaliga o'tirib shashlik chani qilishyapti.